Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Qo'qondagi eng katta assortimentga ega bo'lgan santexnika do'konlaridan biri Novoga kelganmiz. Hozir klientlar uchun qanaqa qulayliklar borligini, narx-navolar, hamma batafsil ma'lumotlarni Yoqubbek aka bilan ko'rib chiqamiz. Ana bo'lsa ketdik. Boramiz. Yoqubbek aka Novoda nimalar sotiladi? Bizda santexnikaga doir barcha mahsulotlarni topsangiz bo'ladi. Ya'ni sanozel jihozlari, sanozelga kerakli bo'ladigan detallar va atapleniya mahsulotlari, ya'ni katyollar, truba, fittinglar va santexnika ustalari uchun instrumentlar sotiladi. Zo'r. Biz eshitdik, Novoning eng zo'r qulayliklaridan biri assortiment ko'pligi deysiz. Ha, albatta, assortimentimiz juda ham yaxshi. Ya'ni bitta spiska olib kelgan odamni maksimalni ishi bitirib beriladi. Ya'ni spiskasiga hamma mahsulotni bizdan topsalar bo'ladi. Va bundan tashqari shaharda boshqa do'konlarda topilishi qiyin bo'lgan noyob mahsulotlarimiz ham bizda bor. Nimalar misol uchun ko'rsak bo'ladimi bularni? Ha, masalan, mana bunaqangi gradusni belgilasangiz bo'ladigan va aytgan gradusingizda suv tushirib beradigan smesitillar hali juda ham ko'p ommalashgani yo'q. Bizda bo'lsa bor. Mana shu smesitillar do'shtiki, mustahabniki, shu siz tanlagan gradusingiz bo'yicha suvni tushirib berish va kuyib qolishni oldini oladigan smesitillarni bizda topsangiz bo'ladi. Bundan tashqari santexnika ustalari ham juda ham yaxshi bilishadi. Nima mahsulot yangi chiqadigan bo'lsa, biz birinchilardan bo'lib bu narsani sotuvga olib kelib qo'yamiz. Ya'ni qidirib boshqa do'konlardan topolmasdan oxiri kelib Novodan olib ketishadi. Shunaqa, ha. Ko'p guvoh bo'lganmiz, qidirib, oqtarib, baribir kelib topib olishadi bizdan. Mahsulotlar asosan qayerdan keladi aka? Mahalliy mahsulotlarimiz primoy ishlab chiqaruvchi tarafdan, ya'ni zavodlardan keladi. Import mahsulotlarimiz asosan Xitoydan va Turkiyadan keladi. Xitoydan kelsa, sifat qanaqa bo'ladi ular? Xitoydan keladiganlarda ham sifati juda ham yaxshi, chunki biz taniqli brendlar bilan hamkorlik qilamiz, arzonchi mahsulotlar bilan biz va ushbu taniqli brend mahsulotlari bemalol Yevropa standartiga javob beradi. Va ishlab chiqaruvchi tarafdan 1 yildan 5 yilgacha rasmiy kafolati bor. Agar ishlab chiqaruvchi kafolat bermasa-chi? Ha, servisi tashkillashtirilmagan mahsulotlar ham bor. Bularning kafolatini biz o'zimiz bo'ynimizga olganmiz. Ya'ni Nova Santexnika do'koni rasmiy kafolati, servisi tashkillashtirilmagan mahsulotlarga ham kafolat beramiz va agar qanaqadir zavodskoy brak yoki tez muddatda buzilib qoladigan bo'lsa, biz o'zimiz uni yangisiga almashtirib beramiz. Ko'pchilik bilan gaplashganimda, sotuvchilar bilan mana shu garantiya masalasida aytishgan edi. O'zi hamma mahsulot bir xil, faqat biz ba'zilarini garantiya qo'shib berib, qimmatroqqa sotamiz deyishgandi. Bu qanchalik Novoda bu qo'l keladi yoki Novoda ishlatiladi bunaqa uslub? Yo'q, biz bunaqa uslubni to'g'risi o'ylab ham ko'rmaganmiz. Bizda o'sha aytganimdek, haqiqiy brend egasi bergan garantiyalar bor va servisi yo'q mahsulotlar bor. Ularda ham hammasiga biz baribir garantiya beramiz. Chunki biz sotib turgan mahsulotimizni agar brak bo'lsa, har qaysisini o'rniga almashtirib beramiz. Bu mana shu haqiqiy qulaylik. Yoqubbek aka, mana assortiment ko'p deyapsiz. Shuncha ko'p assortiment bilan sifatni ushlab turish qiyin bo'lmaydimi? Albatta, to'g'ri savol. Biz assortimentimizni narx va sifat darajasida 3 ta segmentga bo'lganmiz. Ya'ni har bir mahsulotda bizda arzonrog'i, o'rta segmentdagisi va premialniy segmentdagisi mavjud. Va qadriyatimiz shundaki, biz eng arzonini bu sifatlisi deb sotmaymiz. Hammasini sifatini o'ziga yarasha yoritib berib tavsiya qilamiz mijozlarga va har bir mahsulotimiz arzoni bo'lsin, o'rtachasi bo'lsin, premialniysi bo'lsin, o'zini segmentidagi raqobatchisi bilan bemalol narx bo'yicha bellasha oladi. Mijozlarga yana qanaqa qulayliklar bor aka? Mijozlarga yana qulayliklarimiz bizda ortib qolgan narsalarni yoki almashtirilishi kerak bo'lgan narsalarni bemalol sotilgan narxida qaytarib olamiz. Dastavka xizmatlarimiz bor. Qo'qon va Qo'qon atrofidagi tumanlari bo'ylab dastavka xizmatimiz bepul va doimiy mijozlarimiz uchun chegirmalarimiz bor. Ya'ni misol uchun mahsulotlarni mana bu sotuvdagi yozilgan narxlardan yana ham skidka qilib doimiy mijozlarimiz uchun tushirib chiroyli qilib beramiz. Bemalol savdolashib. Ha, albatta. Filiallar ikkita. Ha, filialimiz ikkita. Ikki hududida, Raddonni yonida, Soydi bo'yida bitta filialimiz bor. Chorsu hududida 10-maktabning yonida bitta filialimiz bor. Bundan tashqari, agar mijozlarimizga santexnika ustalar kerak bo'lsa, bizning klientskiy bazamizda juda ham ko'p ustalarning nomerlari bor. Mutaxassislari bo'yicha ro'para qilib tanishtirib beramiz. Va agar qurilish tashkilotlariga santexnika tovarlar kerak bo'lsa, pul o'tkazish yo'li orqali ham tovar olishsa bo'ladi. Narx-navoda o'zgarish bo'lmaydi. Va agar shu soha vakillari yoki bo'lmasa santexnika do'kon ochishga qiziqqanlar bo'lsa, bizda optim yo'nalishimiz bor. Aytganimdek, ko'p tovarlar o'zimiz dilerimiz va optim narxda taklif qila olamiz. Mana shu do'konlarga ham bemalol tovar olib sotishlari mumkin bizdan.
u do'konlarga nima mahsulot qo'yishi, do'konni to'ldirish bo'yicha maslahatlar beriladi. Ha, agar yangi boshlab turgan insonlar bo'lsa, biz bemalol o'sha qaysi tovar nechtadan zapas turishi kerak, qaysi tovarda vitrinadagi joyi qanaqa bo'lishi kerak, o'zimiz yordam bera olamiz qo'limizdan kelgancha. Yordamimizni ayamaymiz. Do'stlar, mana Nova Santexnika bilan imkon qadar yaqindan tanishishga harakat qildik. Bundan keyingi videolarimizda yana biz ichiga chuqurroq kirib, mijozlar uchun qanaqa qulayliklar bor, buni ochib berishga harakat qilamiz. Va buning uchun sizning ham yordamingiz kerak. Aynan qanaqa kontentlar kutasiz bizdan YouTube'da, nima kontentlarni siz uchun tayyorlashimizni xohlaysiz? Albatta izohlarda yozib keting. Biz albatta buni tayyorlashdan hech qachon charchamaymiz. Bungacha bizni hozirgi videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va har qanaqa savollar santexnika bo'yicha mana shu raqamlarga aloqaga chiqib bemalol berishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.